Assalomu alaykum. Yuqoridagi rasmga qiziqqan bo'lsangiz kerak. Demak, biz bugun aynan o'sha jarayon haqida, ya'ni fotoelektrik effekt haqida gaplashamiz. Xo'sh, fotoelektrik effekt o'zi nima? Fotoelektrik effekt bu yorug'lik ta'sirida jismdan elektronlarning uchib chiqish jarayoni hisoblanadi. Aynan fotoelektrik effekt deyilishining sababi esa foto, ya'ni bu hodisaning yorug'lik bilan bog'liqligiga ishora qiladi. Fotoelektrik effekt 1887-yilda Girs tomonidan kashf qilingan bo'lib, rus olimi Stoletov tomonidan har tomonlama tadqiq qilingan va Lenard tomonidan ham o'rganilgan bo'ladi. Lenard o'z tajribalarida ko'rsatganday, fotoeffekt yopuvchi potensial tushayotgan nurning intensivligiga bog'liq bo'lmasdan, tushayotgan yorug'lik chastotasiga chiziqli bog'liq ekanligini ko'rsatdi. Fotoelektrik effekt qisqacha fotoeffekt deb ham yuritiladi. Fotoelektrik effektni 1905-yilda Albert Einstein to'liq holda asoslab berdi. Biz bilamizki, Einstein nisbiylik nazariyasi uchun mashhur bo'ldi va shu nazariya uchun Nobel mukofotini qo'lga kiritdi. Nima? Men Nobel mukofotini nisbiylik nazariyasi uchun olmaganman. Uni fotoelektrik effektini tushuntirishim uchun berishgan. Albatta kechirasiz. Einstein Nobel mukofotini fotoelektrik effekti bo'yicha ishlari uchun oldi. Bu esa yorug'likning asl mohiyati haqidagi qadimgi bahsga yakun yasashga yordam berdi. Xo'sh, unda yorug'lik aslida nima? Keling biroz orqaga qaytaylik. Nyuton yorug'lik zarralardan iborat deb hisoblagan. Uning raqibi Huk esa uni to'lqin deb o'ylagan. Texnologiya rivojlangach, ba'zi tajribalar Hukning to'g'ri ekanligini isbotladi. Bu dalillar va Maxwellning yorug'likni to'lqin sifatida tasvirlovchi tenglamalari bahsni yakunlagandek tuyuldi. Biroq fotoelektrik effekt kashf etilgach, masala yana ko'tarildi. Agar yorug'lik bir kabelga tushsa va u boshqa kabel yonida bo'lsa, elektronlar biridan ikkinchisiga sakraydi. Ilmiy jamoatchilik bu jarayon yorug'lik to'lqinlari atomlarni tebrantirib, natijada elektron chiqarishiga olib keladi deb o'ylagan. Lekin aniq o'lchovlar kutilmagan muammolarni ko'rsatdi. Bu effekt faqat ayrim to'lqin uzunliklarida sodir bo'lar, boshqa holatlarda esa elektronlar umuman sakramas edi. Bu holat Einsteinni hayratga soldi. Agar yorug'lik faqat to'lqin bo'lsa, unda fotoelektrik effekt har qanday yorug'lik uchun ishlashi kerak edi. Ammo agar yorug'lik nafaqat zarralar, nafaqat to'lqinlardan iborat bo'lsa, u aslida nima edi? Ko'p o'ylab, Einstein yangi gipotezani ilgari surdi. Agar yorug'lik nafaqat to'lqin, nafaqat zarralar bo'lsa, balki ikkalasining birikmasi, to'lqin paketlari bo'lsa-chi? Biz bugun ularni fotonlar deb ataymiz. Bu g'oya yorug'lik ba'zan to'lqin, ba'zan zarracha, ba'zan esa ikkala xususiyatga ega bo'lishi mumkin degan qarashni mustahkamladi. Bu inqilobiy yondashuv bo'lib, kvant fizikasi yo'lini ochdi. Amerikalik eksperiment fizik Robert A. Millikan esa Einsteinning xulosalariga ishonmadi. U Einsteinni noto'g'ri ekanini isbotlash maqsadida fotoelektrik effektni sinchkovlik bilan o'lchashga kirishdi. Ammo yillar o'tgach, Millikan aksincha Einsteinning haqligini isbotlab qo'ydi va natijada ikkalasi ham fizika bo'yicha Nobel mukofotiga sazovor bo'lishdi. Einstein nazariyasiga asosan foton modda bilan ta'sirlashganda uning to'liq qashniyu energiyasini butunlay elektronga beradi. Energiyaning saqlanish qonuniga asosan bu energiyaning bir qismi elektronning moddadan chiqishiga, qolgan bir qismi esa kinetik energiyaga sarf bo'ladi va natijada biz quyidagicha formulaga ega bo'lamiz. Fotoeffekt hodisasini o'rganishda quyidagicha eksperiment qurilmani ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu qurilma ikkita elektrod, anod va katoddan hamda kvarsdan yasalgan oynali shisha ballondan iborat. Shisha ballonning ichida vakuum hosil qilinadi, chunki aynan o'sha vakuumda elektronlar hamda boshqa zarralar to'g'ri chiziqli tekis harakat qila oladi. Elektrodlarga potentsiometr orqali ma'lum bir qiymatlargacha kuchlanish berish uchun tok manbai ikkilangan K kalit ulangan. Bu ikkilangan K kalit tok manbaining qutbini o'zgartirib, zaryadlash imkonini beradi. Siz ko'rib turgan ushbu laboratoriya Pxet, Colorado saytidan olingan. Bu saytda biz fizika qonunlariga doir turli xil laboratoriyalarni virtual tarzda bajara olish imkoniyatiga ega bo'lamiz va ayni damda
fotoelektrik effekt mavzusiga doir laboratoriya jarayonini o'tkazamiz. Bu jarayon aynan qaysi parametrlarga bog'liq ekanligi va qanday tarzda bu jarayonning amalga oshishini ko'ramiz. Bu yerda intensivlik shkalasini 0 dan 100% gacha o'zgartirishimiz mumkin. Bu qismi anod va bu qismi katod hisoblanadi. Bu yerda esa kuchlanishni ma'lum qiymatgacha o'zgartirishimiz va yorug'lik ta'sirida fotoelektrik effekt hodisasini ko'rishimiz mumkin. Bu esa to'lqin uzunliklari bo'lib, to'lqin uzunliklari intensivlikka bog'liq ravishda o'zgaradi. Bu shkala orqali biz yorug'lik intensivligini boshqarishimiz mumkin. Endi esa tajribani boshlaymiz. Avvalo to'lqin uzunligini ma'lum qiymatgacha oshirib olamiz. Undan so'ng esa yorug'lik intensivligini o'zgartiramiz va anod qismiga e'tibor qiladigan bo'lsak, unga yorug'lik tushishi natijasida elektronlar harakati vujudga keladi va bu elektronlar ma'lum tezlikda anoddan katodga tomon harakatlanib boshlaydi. Intensivlikni oshirishimiz natijasida ularning tezligi ortadi. Keling endi intensivlik qiymatini biroz oshiraylik. Bu jarayonda anoddan chiqayotgan elektronlar soni ko'payadi, ya'ni metall sirtiga tushayotgan fotonlar soni ham o'zgaradi. Agar biz to'lqin uzunligini kamaytirsak, sirtdan o'tayotgan elektronlar tezligi oshadi. Bu yerda to'lqin uzunligi va tezlik orasidagi bog'lanish bir-biriga teskari proporsional ekanligini ko'rishimiz mumkin. To'lqin uzunligini oshirsak esa yuzadan hech qanday elektronlar oqib o'tmaydi. Tajribani davom ettirishimiz uchun biz to'lqin uzunligini kamaytiramiz va anod va katod orasidagi elektronlar harakat tezligi bir muncha pasayadi. Tajribani kuchlanishning qiymatini o'zgartirish orqali davom ettiramiz. Kuchlanish qiymati 6,40 volt bo'lgan taqdirda anoddan chiqayotgan elektronlar tezligining katodga yetib borish tezligidan kichikroq ekaniga guvoh bo'lamiz. Ya'ni sirtdan o'tayotgan elektronlar tekis tezlanuvchan harakat qiladi. Agarda kuchlanish qiymatini manfiy tarafga, ya'ni 5,80 voltga tushirsak, katodga yetib borish tezligi anchagina pasayadi. Ya'ni yetib borgan elektronlar ham orqaga qaytadi. Demak, biz o'tkazayotgan tajriba to'lqin uzunligi, kuchlanish bog'liq jarayon hisoblanadi. To'lqin uzunligini kamaytiramiz. Natijada anoddan chiqayotgan elektronlar katodga yetib bormaydi. Kuchlanish qiymatini oshirsak esa bu jarayon yana o'z holicha davom etadi. Fotoeffekt ikki turga bo'linadi: ichki fotoeffekt hamda tashqi fotoeffekt. Yarim o'tkazgichlar yorug'lik nuri bilan nurlanganda kuchsiz bog'langan elektronlar fotonlarni yutib, erkin elektron holiga o'tadi. Bunda yarim o'tkazgichlarda erkin zaryad tashuvchilar konsentratsiyasi va yarim o'tkazgichning elektr o'tkazuvchanligi ortadi. Yarim o'tkazgichlarga nur ta'sir etishi natijasida unda erkin zaryad tashuvchilarning hosil bo'lishi ichki fotoeffekt deyiladi. Tashqi fotoeffekt bu moddadan yorug'lik ta'sirida elektronlarning chiqarilishi. Tashqi fotoeffektning qo'llanilish sohalari: fotoelementlarda, quyosh panellari, yorug'lik detektorlari, elektron mikroskoplarda, yuqori aniqlikdagi tasvir olish, optik senslarda, kamera va xavfsizlik tizimlari, avtomatlashtirishda, yorug'lik bilan boshqariladigan qurilmalarda. Tajribalar asosida fotoeffekt qonunlari kashf qilindi. Fotoelektronlarning maksimal kinetik energiyasi yorug'lik oqimiga bog'liq emas va tushuvchi nurning chastotasiga chiziqli bog'liq.
Har bir modda uchun fotoeffekt ro'y beradigan minimal chastota mavjud va bu fotoeffektning qizil chegarasi deyiladi. Katoddan vaqt birligida chiqayotgan elektronlar soni katodga tushayotgan yorug'lik oqimiga to'g'ri proporsional, chastotasiga esa bog'liq emas.